Assalamu alaykum do'stlar, manglarniki mushvaqinglar xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda Windows kompyuterga JDK'ni qachilashni o'rganib o'tamiz. JDK Java hujjatlarini ijro qilishda eng muhim bo'lgan bir qoral. Avval kompyuterimizga tushiramiz. Biz Google'ga download JDK deb yazsak bo'ldi. Bundan da ben 8 nüsxasını düşürey. Sizler yukarı nüsxasını düşürsenler oldu. Ben adette 8 nüsxasını işletim. Şu an 8'ini bastım. 8'ini baskandı ki miyede bir monca türler çıkdı. Linux 32, ARM 32, ARM 64, Mac OS, Mac kompüterler, MacBooklar için Mac OS'ninki var. Hem de miyede biz Windows kompüterga düşürdüğümüz için avval Windows diye gelimiz. Eğer kompüteriniz 32 bitlik bop kalsa, bu x86 degenni. Eğer 64 bitlik bop kalsa, bu 64 degenni basımız. Bunu nereden görürsüz degende kompüterinizninki şu xaslık kısmına kelganlikni ko'ralaysiz. Mesela mening kompüterimde System Properties System Properties kirsem şu System Property'de mana 64 bit deb chiqdi. Mening kompüterim 64 bitlik bo'lganligi uchun şu 64 bitlikni tanlayman. Agar sizning kompüteriniz 32 bitlik bo'lib qolsa, siz X 86 deganni tanlaysiz. Bunu siz şu miyada desktop deb chiqadi. Shuningki amasliq degan yerga kirib ko'ralaysiz. Şu bit soni muhim. Şununla ben 64 deganni düşürmem. Çünkü mening kompüterim 64 bo'lganligi uchun, 64 bitlik bo'lganligi uchun. Bunu düşürüş için manda basqanda manda bizge tanlash, biz bu yerdan qabul qilma deganni besib düşürüş deganni bassaq bizni Oracle'ning tor betiga yo'llab berdi. Çünkü bu JDK Oracle'ninki bir mahsulotı bo'lganligi uchun mush Oracle'ninki tor betiga kirib shu yerdan tushiramiz. Agar sizda Oracle'ninki accounti bo'lmay qolsa, siz çoxum şu create account yoki hesap ochma degandek turikcha shu yerga kirib yangidan bir hesabni ochib bo'lgandan keyin shu yerdan tushirsiz. Shu yerdagi butun uchurlarini to'ldirib qolgandan keyin yangi bir akkauntni qurib hisobotni undan keyin tushirsangiz bo'ldi. Men buni kompüterga bevosita tushirib qo'yganligim uchun shu yerdan davomlashtirman. Siz çoxum muşini kompüteringizga tushirishingiz kerak. Hamda men kompüterimga tushirib bo'lgandim buni. Tushirib mana JDK 64 deganni tushirdim. Buni tushirib bo'lgandan keyin 2 bosaman. 2 bosib bu hujjatni ijro qilman. Ijro qilsam manda bir bana so'raydi bexatarlik uçuruş için ben run yani icra qilish deganni bastım. Hazır icra qilish hujjati ichilyotidi. İchilib bo'lgandan keyin manda bir ko'rinish chiqdi. Men buningdan keyin qadam deganni bosaman. Keyin qadamni bosgandan keyin qachilash hujjati ichildi. Birdan saqlab turamiz. Saqlab turgandan keyin mana keyin qadam deganni bosaman. Mana basgandan keyin bizga boradigan ekani so'raydi. Bu
C diskinin içinde program files Java, GRE dep ma şekilde bar diken. Muşu yani çokum bilbilinglar. Bunu sal turup muşu sistem muhitini tanışıga vaqtida işiltimiz. Qarasak, mana Java Standard Edition deydi. SE qaçınıb boldu, yani muvaffaqiyatli holda qaçınıb boldu. Biz bu yerden bu close taqash deganni basamiz. Ondan keyin biz mushu C diskiga berib, C diskidan program files'dan Java qarsak, mana bu qaçınıb boldu. JDK, GRE ikisi. Hamda biz bunu sal turib işiltimiz. Biz bunu mushu muhit tanışaydigan yerden bu JDK'ni tanışaymiz. Yani biz bunun için JDK'ni besip, bin deganni besip, şu binninki adresini köçürüp alamiz. Adresini köçürüp algandan keyin bu yerden computer degan kirimiz. Computer degan kirgandan keyin bu yerden system properties kirib, şu yan basımız. U yan basgandan keyin bayamqı ko'rinish chiqdi. U yerdan change settings kirimiz. Sizlar bu yerda desktop yoki bilgisayar degandek narsalar chiqib qolsa, shu yerdan mousening o'ng knopkasini besib properties deganga bassanglar, sizlarga mush ko'rinish ochildi. Bu yerdan change settings degan kirimiz. Change settings kirib bo'lgandan keyin advanced deganga basamiz. Advancedni basgandan keyin bu muhit qimmatlari environment variables deganni basamiz. Bu yerni basgandan keyin bizga mana bir muncha turlar chiqdi. Buningdan pass deganni besib edit deganni basamiz. Edit deganni basgandan keyin bu yerdan new deganni besib bu yerga bayamqi bizningki ko'chaygan mushu JDK'ninki bin file'ninki bin widget'ninki adresini bu yerga kirgizamiz. Bu yerga kirgizib bo'lgandan keyin OK deymiz. OK dedik. Hozir buni sinaymiz. Bunu sinash uchun Java'ninki mushu versions, yani nashrni tekshirsak bo'ldi. Bunu tekshirish uchun sizlar kompüter kirib PowerShell deganni assanglar bo'ldi. Xato yechibman. Normal PowerShell'ni açay. Windows PowerShell deganni basamiz. Bunu basgandan keyin bizga mushu PowerShell Mac'da terminal deymiz. Şu command yazılan, buyruq yazılan yerimiz chiqdi. Bu yerdan biz Java version deb yazsak, mana Java version bizga chiqdi, ya'ni 1.8 bayamqı bizning tushirib qo'yilgan mushu Java'ninki nashr bilan o'xshash. Ko'rdingizmi? Mana JDK ninki nashr bilan o'xshash 251. Hozir biz mushu nimni muvaffaqiyatli holda qachilab bo'ldik. Endi biz bir tal Java hujjati yozib, shuni ijro qildirib sinab boqaylik. Biz bir tal Java kodi yozib, buni sinab boqaylik. Biz bu yerdan new orqali mousening o'ng knopkasini basamiz. Basgandan keyin new yangi u yerdan text document deganni besib, bu yerga yangi bir hujjatdan birini quramiz. Text bu yer text emas,
emas, Java bo'ldi. Dot Java. Bu nimniki hujjatning ismi test bo'ldi. Biz buni yaz qilib saqladik. Saqlagandan keyin biz buni shu notepad orqali ochamiz. Ochib, tunji Java kodimizni yozamiz. Java kodida Java'da avval bir class bo'ladi, public class test. Miyadagi mav classning ismi biz bergan hujjatninki ismi bilan o'xshash bo'lishi kerak. Amiyada mav test degan classninki ismi cho'qim biz qurgan mav hujjatninki ism bilan cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. Bo'lmasa xatolik chiqib oldi. Bu classdan birini qurdik. Undan keyin hujjatlarni shu yozgan kodlarimizni ijro qilish uchun biz bir main method qurishimiz kerak. Public static void main. Undan keyin bu yerga string argument string buni yozdik. Cho'qim shu main methodninki yozilishini yodqa bilishinglar kerak. Bu yerga system.out.println deganni yozdik. Bütün program tillarida mashhur bo'lgan hello world, marhaba dunyo deganni yozib baqilay. Buni yozgandan keyin biz buni file degan save qilib saqladik. Hujjatimiz tayyor bo'ldi. Endi biz shu hujjat bayaga boramiz. Bu berish uchun avval biz qarab qarasak biz shu userninki ichidagimiz ishlatgichininki biz bu yerga berish uchun cd desktop deb bosdik. Besib qarasak mana bizniki yozgan test.java degan hujjatimiz bor ekan. Men mana ekronni bir pakizlay. Buni yozib bo'lgandan keyin biz nima ish qilardik? Javas test.java deganni bosdik. Bosgandan keyin bizningki mana yozganimiz source code. Ya'ni bu source code deb hisoblanadi yozgan kodimiz. Buni bytecode, ya'ni shu kompyuter to'nalaydigan bitlik kodga o'zgartiradi, ya'ni 0-1larga o'zgartiradi. Buni bosgandan keyin bizga yangidan bir klasslik bir hujjatdan birini bizga chiqarib berdi. Hosil qilib berdi. Bu hosil qilgandan keyin biz buni Java keyingi kodimiz Java test deymiz. Class deganni yozmaymiz. Birinchisida Java compilerning qisqartirilmasi Javas. Ondan keyin space, ya'ni bo'shliq test check Java degan cho'qim Java yozilish kerak. Ondan keyin biz buni boshqa vaqtida bizga test check class degan bytecode'liq hujjatni bizga chiqarib berdi. Buni chiqargandan keyin Java bo'shliq test deganni bosamiz. Bosgandan keyin enter knopkasini bosamiz. Bossak hello world, ya'ni bizning yozgan hello world, marhaba dunyo degan buyrug'imiz amalga oshdi, chiqarib berdi. Bu demak bizningki qochilgan JDK'imiz o'ngishli qochilandi. Java kodi yozish uchun muhitimiz tayyor bo'ldi demakdir. Mana biz muvaffaqiyatli holda Windows kompyuterga JDK'ni qochilab tunji kodimizni yozib chiqdik.
Düşenmegen yerleringlar bolsa videoni qayta bir-birlep körüp, bir-birlep meşgulat kılış arkaly kıp çıksanız boldu. İşini menki çokum kıla alaysız. Kılanmagan yoki düşenmegen yerler bolsa muşu Facebook grupka inkaz yazsanız boldu yoki YouTube'daki muşu videoni astyga inkaz yazıp koysanız boldu. Kanalımızga a'za boluşni, ýaktyryş knopkasyny besişni unutmaň. Keyinki dersimizde görüşkiçe aman bolun. Allah'a emanet.